Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarimiz. Siz YouTube'dagi eng ishonchli va foydali kanallardasiz. Bugun biz hammamiz uchun juda muhim bo'lgan mavzu muhokama qilamiz. Bu ham bo'lsa to'g'ri vanna tanlash. Chunki hammom bu nafaqat gigiyena, balki dam olish uchun, stressdan xalos bo'lish uchun joydir. Xo'sh, qanday vanna tanlash kerak? Akrilmi, chugunmi, po'latmi? Qaysi o'lcham eng qulay va dizaynchi? Bugun biz shu savollarga birgalikda javob topamiz. Vanna tanlashda eng birinchi va asosiy masala bu uning materiali. Hozirgi kunda asosan ikki turdagi vannalar keng tarqalgan: akril hamda chugun. Bizning showroomimizda asosan akril vannalar ommaga tarqalgan. Akril vannalar yengil, zamonaviy va issiqlikni uzoq saqlaydi. Afzalliklari: yengilligi, turli shakllar, yorqin dizayn va albatta issiqlikni ushlashi. Kamchiliklari: silliq yuzasi, yengil tirnalishi mumkin. Ehtiyotkorlik talab etiladi. Eng muhim jihat bu vannaning o'lchami. Bu tanlov sizning hammomingizning hajmiga va ehtiyojlaringizga bog'liq. Standart o'lchamlar: biri 50 ga 70, biri 60 ga 70, biri 70 ga 75 sm kichik va o'rtacha hammomlar uchun. Bu katta o'lchamli vannalar 180 ga 80 sm va undan katta, keng hammomlar uchun qo'yiladi. Burchakli vannalar joyni tejovchi dizayn bilan birga zamonaviy ko'rinishga ega. Vanna tanlayotganda oldindan o'lchov qilishni tavsiya qilamiz. Har bitta joydan 5-10 sm joy ajratib tashlash kerak. Zamonaviy vannalar, turli shakllar va turli ranglar. Endi siz oq rang bilan cheklanib qolmaysiz. Demak, vanna tanlashda bu nafaqat dizayn, balki qulaylik, amaliylik va byudjet masalasi hamdir. Bugun videoda biz siz bilan materiallar, o'lchamlar, dizayn va brendlarni muhim jihatlarini ko'rib chiqdik. Sizga eng muhim keladigan vannani tanlashda ushbu maslahatlar albatta foydali deb hisoblaymiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing. Izohlarda siz qanday vanna tanlashingizni yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.